Bundan başqa degan vaqt bek qisqa bo'lganligi uchun yana biz aldirash to'g'ri keldi. 3 minut. 3 minutlik vaqtimiz qoldi. Keyin qitimliq boshlanishga. Bu ham guvoh yana bir advokat var. Yani Temple Garden advokatlık ordununki advokatı. Rodney Dixon, yani Rodney Dixon efendi Xalqaro jinoiy ishlar sotiga Sharq Turkiston sürgün hükümeti ve Sharq Turkiston Uyg'un şeriktiga vakolatan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarni tekshirishga shikoyat sungan bir advokatning birisi. Siz bu vaqtda sizning qo'shimcha qiladigan taraflaringiz bo'lsa, bir qiysaq jinoiy ishlar soti qanday ishlaydi? Nima uchun hozirgacha bu ishlar joyida turyapti degan temladi. Bo'ladi, bu endi bu dunyodagi muhim sud mahkama bor. Birisi ICC International Criminal Court deydi, xalqaro jinoiy sud mahkamasi. Yana birisi International Court of Justice, xalqaro adolat sudi deymiz uni. Bu ikki sud asli albatta Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi, Amerika g'arb ellari insoniyatga qarshi jinoyat, ham irqiy qirg'inchilik yurgizyapti deyotgan vaqtida bu sudlar asli igi chiqib Xitoy hukumati ustidan bir sud echish kerak edi. Ammo hozirgacha bular sud ochqini yo'q, ham uni rad qilib keldi. Bunun sebebi elbette birisi International Criminal Jinoiy sud mahkamasi Xitoy uning a'zosi emas. A'zosi bo'lmaganligi uchun bu sudning qonuniy egilik huquqi yo'q, ya'ni Xitoyni ayblaydigan. Ammo agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shirkiy davlatlar ya bo'libmi bexatarlik kengashining shirkiy a'zo davlatlar Xitoy ustidan az qilib, ya'ni xalqaro jinoiy sud mahkamasiga az qilsa bo'ldi Xitoyni. Ammo Xitoy hukumati hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 5ning biri bo'lganligi uchun u inkor qilib rad qila oladi. Ya'ni hech qanday davlatning o'z ustidan sud qilishni xohlamaydi albatta, ham sudga arz qilamiz desa, uni 5ning biri bo'lganligi uchun inkor qila oladi. Shuning bilan bu xalqaro jinoiy ishlar sudi buni qabul qilmaydi. Hozirgacha qabul qilmasligining sababi bor. To'g'ri deysiz. Lekin mana xalqaro hamda adolat sudini desak, bu Xitoy uning a'zosi. Ammo bu sud hech qanday bir shaxs yoki tashkilotning hech qanday azini qabul qilmaydi. Faqat bir davlat, yana bir davlatni xalqaro kelishim va ahdnomalarni buzganlik sababidan, daxl taruz qilganlik sababidan uni sudga torta oladi. Masalan, Rohingyaning masalasi qarasak, Rohingyadagi Gambiya davlati bu Bermaga bir davlat, yana bir davlatni sen irqiy qirg'inchilik qilib bording deb sud qildi. Hozirgi chiqib davlat Uyg'ur egi chiqib, garchi Amerika boshqa davlatlar e'tirof qilgan bilan. To'g'ri deysiz, ammo muhim bir qo'yg'ini yo'q hozircha. To'g'ri deysiz. Ammo advokat degan Rodney Dixon mundaq bir narsani so'zlab o'tdi. Hozirgacha shu xalqaro jinoiy ishlar sotining 15-moddasi bo'yicha deydi. Ya'ni shu Tojikiston bu xalqaro Tojikiston a'zosi. Demak bu vaqa jurisdiction deydigan Tojikiston bo'lganligi uchun boshda bu yerda ichib keyin buning oxiri Xitoyga tutashganligi uchun Xitoyga davomlashtirsa bo'ldi ekan qonun bo'yicha advokatlar mushahada deydi. Manda bo'ldi. Agar Tojikiston hukumati, masalan Turkiya bir qism Uyg'urlarni Tojikiston orqali qaytadi, shunaqmi? Tojikiston buningda hamsherik bo'ldi. Endi Xitoy qaytgan chog'da. 3000 dek deydi Turkiya qaytgani 3000 emas, bir 6 oldi. Tojikiston 3000 qaytdimi, qancha mingni qaytdi, uni aniq bilmaymiz. Advokatmi aniqsan estimate dedi uni. Faraz dedi. Aniq emas. Ammo bu yerda Tojikiston buning hamsherik. Tojikiston agar Xitoy hukumati Tojikistondagi Uyg'urlarni 3000 yaqin agar 3000 bo'lsa, go'raga elib ochiqib ketdi deb Tojikiston bir davlat sifatida Xitoyni xalqaro adolat sudiga chiqsa bo'ladi. Hozirgi masala Tojikiston uni qilamdi. Tojikiston uni qilishning o'rniga Tojikiston Xitoyning harbiy bazasi bor hozir Tojikistonda, Vahan koridori qarab turgan. Tojikistonmi Xitoyning iqtisodiy bir bog'liq bir yo'l ustidagi davlat bo'lganligi uchun shuning iqtisodiy yordamiga ehtiyoj ham Tojikiston hisobda Xitoy hukumatining yanchig'ida bir davlat bo'lganligi uchun Tojikiston hech zamon Xitoyni xalqaro sudga tortmaydi albatta. Mundaq deydi, bu advokat Rodney Dixonning deyishicha 2016-yildan 2018-yilga bo'lgan oralikda Tojikistondagi Uyg'urlarningki mavjudligi xavf zo'r darajada azaydi deydi. Ya'ni 3000 dek odamni qaytarib ketgan bo'lishi mumkin degan farazni ham ba'zi bir sonliq ma'lumotlarni o'tirib qo'ydi. Buni qanday ekan desangiz, Tojikiston hukumati Xitoyga moslashib, bu Uyg'urlarningki dokumenti chataq bor. Deplam Uyg'urlarni tutib olib birdikan, olib qolgandan keyin shu zamonlar bu Tojikistonda harakat qilayotgan Xitoyningki agentlari, Xitoyningki alayda xodimlari yoki soqchilari, maxfiy soqchilari bularni tutib, qavab, kichik guruhlarga bo'lib Xitoyga ketdi ekan. Ashtavolab 3000 dek odam ba'zilari qichib ketdi deydi, ba'zilari yo'qoldi deydi. Bu odamningki misol olgan yeri nerede bo'ldi desangiz,
Aynı vaqtda natsistlar Germaniyasımı dünyanın üvə bir yerlerden hükümetlerine besim işletip özünün dövlətindəki Yahudi nopuslarını Germaniyaya qaytarıb verişini tələb qıldı ekan. Qaytarıb bergan yoki ular qaytarıb kelib bularni jazoga tortadigan yoki ular har xil qismatlar bilan o'lib ketadigan yoki jazo lagerlariga atilgan ahvollar bor ekan. Natsiyani selishtirsak, ham eng oxirida Nuremberg soti ichilmagan bo'lsa, masalan, shu qurilib shu uni masalan Natsiya Germaniyani o qolgan hukumatlar ayrim BDT'da yana bir yerda uni sotga tatqini yo'q. Shuningga ular qaytarib bergan taqdirdami qaytadi, masalan Fransiya qaytadi, Shvetsariya qaytadi. Atrofdagi hamma davlat Natsiya Germaniyaning talabi bilan Yahudilarni qaytarib berdi. Nurg'un Yahudilar Auschwitz bu jazo lagerlarida o'ldi. Ammo bu davlatlarning birisi chiqib Natsiya Germaniya ustidan ayrim bir sotga azg'ig'ini yo'q yoki jazoning. Ammo ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika boshliq g'arb ellari Natsiya Germaniyadan g'alib qilgandan keyin ularning yuqori darajalik ofitserlarini Nuremberg alayda sot mahkamasida qurib, harbiy sot mahkamasida Ashning yuqori Natsiyaning yuqori darajalik amaldorlarini shu chaqda yangidan xalqaro qonunni bilan yaratish orqali ularni sotlar hisob o'lim jazosi bergan bo'ldi. Unda biz bu yerda oxirlashtiramdik vaqt. Hozir qarsak vaqtimiz ozroq bo'lmish. Lekin qarayli to'g'ri. Sochilar joyiga kirib o'tdi. Men bu yerda to'xtab qoldik, ammo advokatning degan yana bir muhim nuqtasi nima ekan desangiz, bu shu bir odamlarni majburiy qaytarib o'tish, majburiy surgun qilib o'tish, majburiy yoki bir davlat qaytarishning o'zimi insoniyatga qarshi jinoyat bo'ldi ekan-ku. Navoda Tojikistonning mustaqilligini insoniyatga qarshi jinoyat deb desa, bu yerga bu xalqaro jinoyat sotininki sotlashmi, Xitoyni sotlash. Mana bo'ldi ekan. Xitoyni sotlash bu yerda. Advokat mundaq dedi. Advokatning gapi bo'yicha biz majbur tushundik. Buni olaydi desan, yana bir yeri, xuddi hozir Misr bir munch necha ming uyg'urni qaytarib o'tdi. Misrni sotlashmidi-da? Shu Misrni sotlashmi, bu yerda Xitoyni sotlashmi degan advokatning gapi men deb o'taydi. Advokat deydi, jurisdiction bo'yicha xalqaro jinoiy ishlar sotininki Tojikistonning ustidan tekshirish ilib berish huquqi bo'ldi ekan. Chunki bu voqealarning 5i Tojikiston bo'lgan ekan. Asli Xitoyda bu ilqi xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo davlat bo'lmaganligi uchun Xitoyning bevosita jurisdiction bo'lmasa-mu, ular bevosita boshqarish huquqi bo'lmasa-mu, ammo jinoyat har qanday ishda bo'ldi. Masalan, bir jinoyatchi Angliyadan qochib ketgan bo'lsa, Amerikaninki Aşın tutup appropriation qilimiz jurisdiction Angliyaning bo'lmagan taqdirdami Amerikada o jinoyat ayyadan boshlanganlik uchun nega bo'ldi ekan-ku. Shuningga jinoyat Tojikiston yuz berganlik uchun Tojikistonni boshlama qilib turib, ularga hujum Xitoyga davomlashtirish, kengaytirish bu qonuniy tartib bo'yicha qoida tushirganligini dedi. Ammo o Tojikiston bu yerda gap shu hamkorlashamdi, shu ne dapramdi. Shu masala shu endi. Uni qilib bermasa, Navoda xalqaro jinoyat ishlar soti Tojikiston ustidan Tojikistonning uyg'urlarni majburiy tutib qaytarganlik qilmishiga asosan tekshirish ichib qolsa, Tojikiston majburiy uningga moslashishga, chunki a'zo davlat bo'lganligi uchun qonuniy jihatdan moslashish majburiyati bor deb o'tdi. Bu balkim qonuniy tartiblar bo'lishi mumkin, to'g'ri deysiz, vaqt to'shab qolyotdi. Shunga hozir so'zimizni mishat oxirlashtirsak, chunki so'chilar ko'p bo'ldi, hurmatli ko'rmanlar, sotning tafsilotini izchil diqqatingizga sunamiz. Sal turib ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh. Rahmat.